o'limdan qo'rqasiz? Qaytib ketaman dedim, do'nimamadi. Banisamizni qaranglar, juda ham chiroyli. Elmira undan ham chiroyli ko'rk bag'ishlab turibdi manzaramizga. Shunaqa. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi navbatdagi bemorimiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidan kelgan Elmiraxon, bitta farzandning onasi. Kasallik sabab farzand bilan qolganlar, inshaalloh tuzalib ona yurtimizga qaytib olsalar, yana etagi to'la farzand bo'ladi degan umiddaman. Bugungi ozgina suhbatdoshimiz Elmiraxon. Elmira, assalomu alaykum. Xush kelibsiz Hindistonni Belka Max klinikasiga. Bu yerga kelishingizga sabab nima bo'ldi? Bu yerga kelish shu tuzalish maqsad. Tuzalish maqsad. Nima kasallik bilan keldingiz? Jigar serum. Jigar serum. Necha yildan beri qorningizda suv bor? 10 yil bo'ldi. Bizi qahramon donorimiz bugun yotmaydi, ertaga yotadi. Bugun chunki opasiga lecheniya beradi. Hammaga men kattamanmi, men opam kattamanmi deb derkanlar o'zicha. Jamshid, nima? Akrom? Jigar bergandagi men katta bo'laman. Siz mana opangizga jigar berish uchun keldingiz. Hozir Hindiston davlati Belka Max klinikasida. 19 kun bo'pti kelganlaringizga. 19 kun bo'ldimi? Nima sababdan operatsiya bo'lmayapsiz? Tosh bilan yutib olgan ekanman. Kanalda toshnimi? Qarang. Buyrakda toshing bor ekan, donorlikka bo'lmasligi ham mumkin deganda sizda men yuzingizda bir boshqacha narsa ko'rdim-da. Sababi nima? Kelishyapsan, opa. Chin dildan jigar beraman deb kelganmisiz? Agar donorlik to'g'ri kelmay qolganingizda nima qilardingiz? Men ishtama qilmasdim, bu meni urib o'ldirib edi. Nega tosh yutgansan deb? Ayolingiz rozilik berdimi o'z xohishi bilan? Agar ayolingiz rozi bo'lmaganda nima qilardingiz donorlikka? Sizdan boshqa donor yo'q, tasavvur qiling. Ayolim tushungan xotin. Qaydan bilasiz? Hamma xotin ham tushungan bo'ladi. Uning uchun men bilaman. Musofir joyda ota-ona sog'inchi qanaqa bo'lyapti? Men ko'p musofirda yurganman, o'shanda ham sog'inadi, hozir ham sog'inaman, lekin opamga qiyin bo'ldi. Musofir joyda ishlagansiz. Siz tig'di tagiga kirasiz ertadan keyin. Endi opa xudoga tavakkal. Yoningizda ota-onangiz yo'q. Yuragimizda borda. Siz ham karates bo'lganmisiz? Ha, bir kun borgan. Bir kunmi? Hozir Hindistonga kelganingizga necha kun bo'ldi? Degan 19 kun bo'ldi. Operatsiyaga kirmayotganingizga sabab nima? Shunchalik darajada qorningiz ishib turib ham. Donor buyragida tosh bor ekan. Mana donoringiz hal bo'libdi. Mablag' masalasida sizga kimlar yoningizda turdi yelkama-yelka? Xalqimiz, qarindosh o'g'il, ota-ona, qaynotalarim berishdi, xo'jayinim berdilar. Hamma topganini tashladi. Elmira, hozir mana komissiyalarga kirib chiqqansizlar, 3 ta katta komissiyaga. Bayda operatsiya bo'lish oson emasmikan? Oson qiyin ekan. Operatsiyalar komissiyalardan o'tdi. O'tish qiyin ekan, qaytayotganlar qancha ekani. Demak, begona donorlar umuman iloji yo'q-a? Yo'q bo'lmasa kerak. Mana kirganingizda sizga har xil qo'rqitib gaplar gapirishadi. Ota-onalaringiz, farzandlaringiz ko'z oldingizdan o'tdimi? Eshitganman, qaytib ketaman dedim, do'nimamadi. Hayotingizda eng qiziq voqea nima bo'lgan, Akrom? Karatega borgan kunimiz qiziq bo'lgan. Karat. Opam olib borgan meni. Akam rahmatlidan akasi olib tashlagan. Endi bir soatcha birga shug'ullanganmiz. Men unda kichkina bola bo'lganman. Bular bo'pti, sen dedi shug'ullanib ketaverasan dedi. Uyga boramiz dedi. Ha, bo'pti dedim. Bular chiqib ketdi. Qarayman yonimda begona odamlar. Yosh. Yig'lab qoldim. Nechinchi sinf edingiz? Maktabga bormagan. Maktabga bormagan. Odamlar ko'rib qo'rqib ketganmisiz? Endi men hech undaqa yolg'iz qolmaganman-da. Ko'p odam ichida yolg'iz qolmaganman. Keyin trener chaqirma, ko'nglim ayniyapman.
Va ketaman. U eshikdan yetib chiqmagan ekan. Qochib ketvorganmisiz? Ketdik. Keyin bormaganmisiz qaytib? Yo'q, keyin bormay o'zimizda keyin shu oshnalardan zarga borib shu xizmatni qilganmiz. Allohim umringizni beradi. Dard beribdimi, shifosini ham beradi, rizqingizni ham, umringizni ham beradi. Elmira, shu musofir joylarda Xudo xolisa inshaalloh. Farzand ko'rish niyatingiz bormiki? Farzandlarim ko'p bo'lishini xohlayman. Hozir shu ukangizni jigar berishiga notariusdan ruxsat bergan ayoliga nima demoqchisiz? Kattakon rahmat aytmoqchiman. Ruxsat bermaganda donor yo'q edi, to'g'rimi? Bu buyrakda toshni qaysi kanaldan yutgansiz? Shu eshonaridan aytgan. Eshonariqdan suvini ko'p icharmidingiz? Donorimizni buyragida toshi borlik sabab operatsiyamiz cho'zildi. Polvon yigit, polvon qizimiz indinga operatsiyaga kiradi. Shu kunlar kelyapti dedi. Eng sog'inchli, eng yaxshi kunlaringiz. Mayli, omad. Xalqimizdan duoda bo'lib turishlarini so'rayman. Inshaalloh yaxshi kirib chiqib olasizlar. Videolaringizni bugundan kechqurundan qo'yishni boshlaymiz, chunki duo yig'ishimiz kerak. Sababi duolarni ham gavdasiga qarab bo'ladi shekilli, bilishimcha eng gavdali bemorlarimiz sizlar. 2 kun yig'sak, inshaalloh Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar.